Mana hayot. Ki? Oy. Ah. Mazami? Qo'y. Telefon qilaylik. Habibga xavotir olaylar. Uf. Qo'y. 3 kun masa qilaylik. Mana senga olam gul. Etagingga chiqqanicha ol. O'tir. Shaydo. Qara, bu yerda hamma narsa bor. Trenajyorni zal, spa, basseyn, massaj, sauna. 3 kuningga yetadi. Yo'q. Halima xolamdan qo'rqaman. Uf. Bo'ldi qil. Oyimdan men ham qo'rqaman. Lekin buni sababchisi akam. Qara. Oyim bizani ursalar, bizda video bor. To'g'rimi? Qizlar bilan kim klubda yurgan? Akam va Bobur aka. Biz emas, ular gap eshitishadi. Baribir ham de. Xavotir olishadi Shaydo. Olishsin. Nima ular boshqa qizlarni klublarga olib borishga vaqti bor? Bizani olib borishmaydi. Nimaga? Habib akam meni har doim aylantiradilar. Nima? Akammi? Senimi? Aldamagin. Voy. Menga hatto o'ziga ham berdilar. Qani? Mana. Bismillah akam. Bunicha ataylab olib bergan. Qizlar bilan yurganlarini bilib qolsang, janjal qilmagin deb. Qizlar bilan yursalar ham baribir meni yaxshi ko'radi-ku. Lo'qmisan? Menga qara. Bu yerda nima qilamiz 3 kun? Kiyimimiz ham yo'q. Voy bolam. Kiyimni o'zim olib beraman senga. Internet magazinidan zakaz qilamiz. Eshikni tagigacha olib kelib berishadi.